Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Hurmatli tingsharmanlar, bu izbasar YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ysangiz, har zaman yangi mazmunlarni ko'ra olasiz. Hammani qo'llagan bo'lasiz. Rahmat. Biz oldin qismda payg'ambarimizning Madina atrofidagi o'ziga xiris bo'layotgan Badaviy aymoqlari va Yahudi kuchlariga qarshi turib ularni pokis tozlagan vaqaliklarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Hudaybiya umrisining qazosi. İmam Hakim rahimahullah mundaq deydi. Hadis rivoyatlarining xulosasi birda shuni ko'rsatdiki, shu yili, ya'ni Hijriyaning 7-yili Zulqaydaning kelishi bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahaba kiramlarni oldingi yildagi haj umrisining qazosini ado qilishga buyurdi va Hudaybiya umrisiga qatnashgan har qanday odamning qilib qolmasligini topildi. Shua sahabalardan ta shu kamgacha jangda qazo qilganlardan boshqa hammasi atlandi. Shuningdek yana umra hajni ado qilg'usi borlarmi birga chiqdi. Natijada musulmonlarning soni ayollar va bolalarni ilib 20 mingga yetdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinada o'z o'rniga Uvayf ibn Abarahim G'ifari raziyallohu anhuni qoldirdi. Qurbonlik uchun 60 to'yga elib oldi. Uningga Najiya ibn Jundub Aslami raziyallohu anhuni mas'ul qildi va Zulhulayfiga chiqibla umriga ihrom bog'lab, labbayga aytib, takbir sadosini yangritib mangdi. Musulmonlarning takbir ovozi falakni larziga solatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qurayshlarning ahdiga vafosizlik qilishdan ansirab, qurol-yaroq va jang aslahalarini to'liq elib olgan edi. Ya'jij degan yerga borganda qalqon, dubulg'a, o'qiya va neyza qatorliq jang qurollarini qoldirib, bularga Avis ibn Xavli Ansari raziyallohu anhuni mas'ul qilib, 200 odam bilan billa qoldirdi. Makkaga kirganda odatda musofirlarning yinda ilib mingishga ruxsat qilingan qilishni g'ilab ichida pichoq xanjarlarni qopchuqlari bilan birga ilib kirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkaga kirganda Qas'avi degan to'ygisiga mindi. Musulmonlar qilishlarini isib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning atrofini him o'vrab, takbir aytib mang'atdi. Mushriklar musulmonlarning harakatini kuzatish uchun Makkaning shimolidagi Qayyiqion teg'iga chiqib qarab turishdi. Ular o'zaro bugun Madinaning past havosida tini ojizlab ketgan odamlarning tavob qilishini ko'ramiz deyishgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahabalarni oldingi 3 qitimliq tavobni tez yugurib ado qilishga, ikkinchi rukni o'ttirsida hallisida mingishga buyurdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahabalarining tavobini hammasini tez yugurib ado qilishga buyurmasligida u umumning ahvolini nazarda tutgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu orqali mushriklarga o'zining kuch-quvvat va jasoratini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Shuningdek yana istiboq qilishga, ya'ni o'ng murisini uchuq qo'yib, ridoning ikki tarafini so'l murisidan chiqarib, ikki yoqqa tashlab mingishga buyurdi. Bu an'anaviy yo'sinda haj tavob qilganlikni bildiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkaga Majun degan joyning udulidagi davondan hayvat bilan kirib keldi. Bu chog'da mushriklar yo'lning ikki qasniqida qator turib haj qo'shinini kuzatib. Qo'shin to'xtamay talbiya aytib mang'atdi. Oxir kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'lidagi hasa bilan Baytullohning ruknini bo'sa qildi va tavob qildi. Musulmonlarmi tavob qildi. Abdullah ibn Ravaha roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida qilichini shimoylab mingib tuvandagi misralarni o'qitdi. Kuffarning kuchuklari yo'l bo'shat, yo'lni bo'shat. Yo'l bo'shat, Rasululloh dini aylar dilni shad. Qilding nozil Alloh nurni Qur'on Karim nomida. O'rtar u dilg'a mash'al o'qilsa har vaqt patmu pat.
Ey Rabbim dilimda sözünge kamıldur iman. Pur hidayet undi tapdim yaxşılıqni qatma-qat. Del urarmiz başiga haq kalam inkariga. Ushbu yolda en şereflik haq güreş hayat mamat. Ayrılar qaqbaş çoqa iskilit eşkalidin. Dostini taşlar qayaş qaygı içire bulup yat. Enes raziyallahu anhu'nun hadisinde mundaq deyilgen. Bu çağda Ömer raziyallahu anhu İbni Revahe Resulullah'ın alıda yani bir sözde Allah'ın harimide muşundaq şer qoşaqlarını oqamsan degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu oqug'ili qo'yg'in, ey Ömer, bu ularga nisbatan o'q atqandan yamandır degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem musulmonlar bilan oldingi 3 tavobni yugurib qilgan edi. Mushriklar buni ko'rib, mana tepkisini juditivetdi degan kishilar xeyli kishilardan jasoratli turmamdi deyishdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavobdan farih bo'lgandan keyin Safa ve Merve o'rtasida sayyi yani yugurish qildi. Sayyidin keyin hadiya qurbonlikni Merve yinida to'xtatib, bu munhar qurbonlik qiladigan o'rindir. Shundaqla Makka ko'chalarining hammasi manhardir dedi ve Merve yinida qurbonlik bo'g'izidi ve beshini tushirdi. Musulmonlar mu shundaq qilishdi. Andın bir bölük kishilarni heliqi Yaicic degan joydagi qurol yaroqlarni saqlashga avatdi. U yerdagilar bu Makkaga kirib umra qilib oldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 3 gün turdi. 4. günü etdigende müşrikler Ali ibn Ebu Talib raziyallahu anhu'nun qışığa kelib, bu adamga aytqin, chiqib ketsin, vaqt to'shdi deyishdi. Shuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke sirtidagi Sarf degan joyga chiqib, shu yerda turdi. U Mekke'den chiqib ketmoqchi bo'lib edi. Hamza raziyallahu anhu'nun qizi ularga agishib, "Taqa!" deb to'lug'ili turdi. Shuning bilan uni Ali raziyallahu anhu qo'liga olgan edi. Uni talishib Jafar, Zayd ve Ali raziyallahu anhumlar janjallashib qoldi. Şoňa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uni Jafar raziyallahu anhuga buyruq berdi. Çünki u qizning hammisi, onasining hamshirisi Jafarning nikohida edi. Mushu qitimliq ömrida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Harisil Amirning qizi Maymuna raziyallahu anhaga oylendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ge kirishning oldida Jafar ibn Ebu Talib raziyallahu anhuni Maymunaning qishiga avitib uningga xeyrdorlik qilgan edi. Maymuna raziyallahu anha o'zining igdorligini Abbas raziyallahu anhuga topshirdi. Chunki uning hamshirisi Abbas raziyallahu anhuning ayoli edi. Shuning bilan Abbas raziyallahu anhu uni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga yotliq qildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den chiqib ketmoqchi bo'lganda Abi Rafi'i raziyallahu anhu'ni qoldirib Maymunani keyindan ilib chiqishga buyurdi ve onun bilan Sarf degan joyda bir takiga bosh qo'ydi. Bu umra qazo umrisi deb ataldi. Chunki u oldingi yildagi Hudaybiya umrisining qazosi edi. Yana ba'zilar bu umrini kelishim umrisi deb atadi. Chunki bu oldingi yil Hudaybiyada tuzilgan kelishim ahdnomasiga asosan ado qilingan umra haj edi. Bu umra yana sulhi umrisi ve qisas umrisi degan nomlar bilan ataldi. Bu umridan keyin avatilgan qo'shinlar. 1. İbni Abil Avja qo'shini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uni Hicriyenin 7. yili Zulhijjada 50 ming odamga qo'mondon qilib, Bani Sulaym xalqini İslamga da'vat qilish uchun avatga edi. Sulaym xalqi, sizlarning dininglarga hojatimiz yo'q deb bu qo'shin bilan qattiq urushdi. Bu urushda Abil Avja raziyallahu anhu yaralandi. Ulardan 2 odam asir ilindi. 2. G'olib ibn Abdullah qo'shini. G'olib ibn Abdullah Hicriyenin 8. yili safar ida 200 odam bilan Fadakdagi oldingi yildagi urush
Bishri ibn Said qo'shini o'ngsizlikqa uchragan joyga avatildi. Qo'shin ulardan bir qancha odamni o'ldirdi va nurg'un chorvalarni g'animat ilib qaytdi. 3. Zoti Atlah qo'shini. Hijriyaning 8-yili Rabiul Avvalda Bani Quza'a xalqining musulmonlarga hujum qilish uchun qo'shin to'playotganligi xabari yetib kelgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga jazo yurishi qilish uchun Kayb ibn Umayr roziyallohu anhuni 15 odam bilan billa avatdi. Qo'shin dushman bilan uchrashib, ularni islomga da'vat qilgan edi. Ular da'vatni qabul qilmayla qolmay, balki yana o'q uzib bu qo'shindagi musulmonlarni butunlay degudek o'ldirib etdi. Faqat birla kishi o'liklar orasida hayot qoldi. 4. Zoti irqi qo'shini. Bu qo'shin Hijriyaning 8-yili Rabiul Avvalda Bani Havazin xalqiga avatildi. Bani Havazin xalqi dushman kuchlarga izchil yordam va madad berib kelgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Shuja'a ibn Vahab Asadni 25 odam bilan ularga hujum qilishga avatdi. Qo'shin dushmanning nurg'un mol chorvalarini g'animat oldi va hech qanday qarshilikqa uchirmadi. Mu'ita jingi. Bu urush payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayot vaqtida yuz bergan eng cho'ng qurolliq ilishish va eng og'ir qonliq to'qinish bo'lib hisoblanadi. Shundaqla yana musulmonlarning dunyodagi har qaysi ellarni fath qilishning oldingi tayyorligi va bishorat signali bo'lib hisoblanadi. Vaqa Hijriyaning 8-yili Jamadiyul Avval, milodiya 629-yili 8-oy yoki 9-oylarga to'g'ri keladi deb ko'rsatilgan. Mu'ita Shamning Balqoi degan yeriga yaqin kanit bo'lib, Mu'ita bilan Baytul Muqaddasning oraliqi 2 kunlik yo'l edi. Urush harpisi. Mu'ita urushining yuz berish jarayoni mundaq. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining Busra valisiga yo'llagan maktubini Haris ibn Umayr Azdi roziyallohu anhu orqali avatgan edi. Elchi Sham zaminiga qadam bosgan kuni Shurahbil ibn Amir G'ifari shu vaqtda Rumliklarning Sham zaminiga qo'ygan qo'rchoq valisi edi. Elchini oldini to'sib chambarchas bog'latdi va o'z qo'li bilan chepib tashladi. Albatta, elchi va vakolatchilarni o'ldirish eng qabih jinoyat hisoblanadi. Balki elchilarni o'ldirish bo'lsa, ochiq-oshkora jang e'lon qilganlikdanmi eg'ir to'xtaydi. Nimalar bo'lmasin, bu xabar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga og'lanmadi. U qattiq qayg'urdi va g'amga botdi. Shunga u darhol 3000 kishilik qo'shin tashkillab, urush tayyorligini putkizdi. Bu Ahzob urushidan keyin musulmonlar tashkillagan eng zo'r qo'shin edi. Sarkardilar va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ularga qilgan tavsiyasi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qo'shinga Zayd ibn Haris roziyallohu anhuni amir lashkar qilib tayinladi va Zayd o'lib ketsa, Jafar amir lashkar bo'lsin. Jafar mu o'lib ketsa, Abdullah ibn Rafaha amir lashkar bo'lsin dedi. Va o'z qo'li bilan to'q qadab Zayd ibn Haris roziyallohu anhuga tutqizdi. Alamning rangi oq rangda edi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga: "Sizlar Haris ibn Umayr Azdi o'ldirilgan joygacha berib, shu yerdagilarni islomga da'vat qilinglar. Ular qabul qilsa, bu ularning ta'liyi. Navoda qabul qilmasa, Allohdan madad va yordam tilab urush qilinglar" deb tavsiya qildi. U yana jekilib: "Allohning ismi bilan Allah yo'lida uni inkor qilganlar bilan urush qilinglar. Ahdiga xiyonat qilmanglar. O'liklarni parchalab tashlamanglar. Bolalar, ayollar va holdan ketgan qiyri cho'rlarni, cherkovlarda ibodat bilan mashg'ul bo'layotgan obid zohidlarni o'ldirmanglar. Mevalik dal daraxtlarni kesmanglar. Qal'a va qurilishlarni buzib chaqmanglar" dedi. Qo'shinning manzilga qarab ilgirlaganligi va kutilmagan ahvolga duch kelganligi. Qo'shin shimolga qarab davomli ilgirlab, Hijozning shimol qismiga tutishadigan Sham, Suriya zaminidan Ma'on degan yerga borganda, egallagan axborotdan ma'lum bo'ldiki, Rum podshohi Hiraqli 100 ming kishilik qo'shin bilan Rumdan Balqoining Ma'ob degan yeriga kelib tushibdi va uning qo'shiniga yerlik Laxmi, Juzam, Balqin,
Bəhroi və Bəlli qatarlıq ərəb qəbillərindən yana 100 min kişilik yallanma qoşun qoşulubdu degan xəbər cəzmləşdi. Qoşunning düşmən tərəfə atlanğanlığı. Musulmonlar Ma'anda 2 kun turgandan keyin yana qo'zg'alib shimolga qarab ilgirladi va Balqai chegarasiga borganda Rum qo'shini bilan uchrashdi. Düşmən tərəf nihoyat qattiq hayvi bilan besib kelmoqda edi. Musulmonlar darhol Muitiga qaytib u yerda lashkariy bargoh qurdi va urush tayyorligini jiddiy puxtaladi. Qo'shinni radga silib, o'ng qanotga Qutba ibn Qatada Uzri roziyallohu anhuni, sol qanotga Ubada ibn Malik Ansari roziyallohu anhuni qo'mondon qilib tayinladi. Urushning boshlanishi va amirlarning navbat bilan vazifa o'taganligi. Mushu yerda Bani Muatada ikki taraf tutishib qoldi. Hash-bash degicha shiddatli giralashma jang boshlanib ketdi. Musulmonlarning 3000 kishilik qo'shini Heraklining 200 ming kishilik muntazam qo'shiniga taqobil turishga to'g'ri kelgan edi. Pah, karomat mislsiz urush. Odamning ishengisi kelmaydi, lekin iymon ruhi ni ishlarni vujudga chiqara oladi. Tunji qitimliq urushda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning omroq odami beqvolgan o'g'li Zayd ibn Haris roziyallohu anhu alamni ko'tarib nihoyat jasurlik va mardonlik bilan urush qildiki, hech qanday bir polvon yoki botir azmatda undaq bahodirlik jasorati tepilmas. U urush oxir butun badaniga dushman nayzlari go'yo tikandek sanjilib ketgandila, ondan yiqildi. Shuning bilan alamni Ja'far ibn Abu Talib roziyallohu anhu qo'liga oldi va umu tangdassiz shijoat bilan urushdi. Jang rosa qizib avji ko'tarilganda, u miniyotgan qizil etidan sakrab tushdi-da, etining bo'ynini uzib etdi. Ondan jang qaynamga kirib, urusha oxir alam ko'targan o'ng qo'li dushman tarafidan kesib tashlandi. Shuning bilan u alamni darhol sol qo'liga ilib ching tutib, zabardast holatda turdi. Oxir sol qo'limi kesib tashlandi. Oxir u alam hadisini bo'yni bilan mahkam qisib tik turg'aydi, beshimi uzib etildi. Aytishlariga qaraganda Rumliklardan biri Ja'far roziyallohu anhuga qilich urib parchalab etgan. Hadisda Alloh taolo Ja'far roziyallohu anhuga hiliqi 2 qo'lning badaliga jannatda 2 qanot ato qildi. U bu 2 qanoti bilan jannatning xohlagan yerida uchib yuriydi deyilgan ham shu sababdan u Ja'far Tayron, qo'sh qanotli Ja'far deb atalgan. Imom Buxoriy rahimahulloh Tafi'ittin u Ibn Umar roziyallohu anhumadan naql qilgan hadisda Ibn Umar roziyallohu anhuma mundaq bir hadisni so'zlab bergan. Shu kuni Ja'far roziyallohu anhuning jasadini o'z ko'zim bilan ko'rgaydim. Uning badanida 50 necha yerda qilich va nayzning izi bor edi. Ammo uning kayni tarafida birmu jarohat izi yo'q ekan. Yana bir rivoyatda Ibn Umar roziyallohu anhuma mundaq degan: "Bu qitimqi urushqa men qatnashgan edim. Urushdan keyin Ja'far ibn Abu Talib roziyallohu anhuni izladik. Oxir uni o'liklar orasidan topdik. Uning jasadida 90 necha yerda qilich va nayzning jarohat izi bor ekan." Yana bir rivoyatda Ibn Umar roziyallohu anhuma mundaq deb qo'shib qo'ygan: "Heliqi jarohatlarning hammasi uning oldi ko'krak qismida ekan." Demak, Ja'far ibn Abu Talib roziyallohu anhu mana mushundoq shijoat va jasorat bilan urushib, oxir qazo qilgandan keyin alamni Abdullah ibn Rafaha roziyallohu anhu qo'liga elib itiga mindida dushman tarafga itildi. U otdan tushganda bir tamshili bir oz ishkilandi-yu, yana qat'iy irodaga kelib, tuvandagi misralarni o'qidi. Qasam qildim Abdullah itil dushman tomonga. Meyli xalima tushkun chuqum meydonga, yovlar tursa oldingda cho'qon silib jahonga, shahid bo'lib kirmamsan jannat degan makonga. Ondan u otdan tushdi. Qo'shinda Abdullah roziyallohu anhuning bir navri tuqquni bor edi. U bir parcha pishiq go'shtni tanglab, "Qarindishim, ol, bu go'shtni yeb ol. Bir qaç gündən beri aç qaldın" degan edi. Abdullah roziyallohu anhu uning qo'lidagi go'shtni ilib bir 2 luqma yedi-da, go'shtni cho'rib tashlab, shamsharni pulanglatib dushman tomon itildi va ajoyib botirlik bilan urushib, oxir shahid bo'ldi. Musulmonlarning alimining Alloh taolaning qilichlaridan bir qilichining quliga o'tganligi.
Abdullah ibn Rafaha raziyallohu anhu yiqilgandan keyin alamni Bani Ajlan qabilasidan Sabit ibn Qays ismli bir kishi ilib egiz ko'tirdi va "Ey musulmonlar, aranglardan bir kishini qo'mondonlikqa ko'rsatinglar" dedi. Qo'shin ahli "Sen qo'mondon bo'lg'in" degan edi. U "Men aplashtirolmayman" deb turib oldi. Shuning bilan musulmonlar Xolid ibn Valid raziyallohu anhu ni qo'mondonlikqa sayladi. Xolid ibn Valid raziyallohu anhu alamni qo'lga olgandan keyin qo'shinni qayta ratga silib, qo'shinning jangovarligini oshirib, dushmanga qaqshatqich zarba berdi. İmam Buxoriy rahimahullah Xolid ibn Valid raziyallohu anhudan naql keltirgan bir hadisda munda deyilgan: Muita urushida mening qo'limda 9 qilich sunib ketdi. Oxir Yamanda so'qtirib olgan birla qilich bardashlik berdi. Yana bir iborada Muita urushida mening qo'limda 9 qilich sunib ketib, oxir birla qilich poyladi deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Muita urushining ahvolini jang maydonidan xabar yetib kelishdan burunla vahiy orqali el jamoatga uqtirdi. U mundaq degan: Alamni Zayd tutqaydi, shahid bo'ldi. Anin Jafar tutqaydi, umi shahid qilib etildi. Oxirida Abdullah ibn Rafaha tutqaydi, umi shahid qilib etildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushlarni davitib ko'zlaridan taram-taram yosh to'katdi. Andin alamni Allohning qilichlaridan bir qilich qo'liga olgan edi. Alloh uning bilan qo'shinga nusrat ato qildi dedi. Urushning to'xtaganligi. Musulmonlar ana shundoq jasorat va bahodirlik bilan jon pido qilib urushgan taqdirdimi, sonining chekliligi tufayli dushmanning lakming odamlik bu g'oyat zo'r qo'shinning hujumi oldida barlashib beralishi va yoki ularning changildan bexatar qutulib chiqalishi notayin edi. Dal mushundaq halqiliq paytda musulmonlarning yangi qo'mondoni Xolid ibn Valid raziyallohu anhu musulmonlar yo'l qo'ygan ojizlik va xatoliklar cho'nqur tahlil qilib, o'zining yuqori jang mahoratini va harbiy iqtidorini joriy qildirib, ularni xavf-xatardan qutqizib chiqdi. Qayta tashkillangan bu qo'shinning qanday usulda urush qilganligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Biroq bu haqdagi rivoyatlarning tafsilotiga inchiklab nazar solganimizda shuni ko'rilishga bo'ladiki, Xolid ibn Valid raziyallohu anhu qo'mondonlikqa tayinlangan tunji kuni Rum qo'shinining shiddatli hujumiga qarshi qaysarlik bilan jang qilib, xeyli yaxshi unum qozongan. Biroq u butun Asiyodi bilan musulmonlarni sog'-salomat qaytarib ketish uchun qanday qilganda Rumliklarning ko'ngliga vahima tashlab, ularni qo'g'lab zarba berishning oldini olg'ili bo'ladigan unumli bir chora tadbir ustida jiddiy izlanayotdi. Chunki dushman davomli qo'g'lab zarba bergan ahvolda musulmonlar qo'shinining dushmanning changildan qutulib chiqa olishi tasga to'xtaydi. Shunga u ikkinchi kuni saharda qo'shinni qayta tashkillab, ularni qayta safarbarlikka chaqirdi. Qo'shinning orqa saf mudofaa qismini oldingi safga, o'ng qanot qismini so'l qanotga almashtirib, qo'shinni yangi bir tusga kirgizdi. Düşman taraf musulmonlarning har qaysi saflardagi bu yangi muntazam jangovar qo'shinni ko'rib, hang-tang qilishdi va musulmonlarga yordam kepti deb o'ylab, sarosimiga tushdi va put-qo'llarini titrak bosdi. Shu kuni attigini ikki taraf birer soatdek urushgandan keyin Xolid ibn Valid raziyallohu anhu qo'shinni jang sepini buzmagan holatda asta-asta orqaga chekinishga buyurdi. Rum doiralari musulmonlarning tartib bilan chekinayotganligini ko'rib, ular bizga hiyla ishlatayotdi, bizni cho'lga agashtirib ochiqib, har tarafni qo'rshab yo'qotishni planlayotdi deb o'ylab, orqadan qo'g'lashni to'xtatdi. Musulmonlar bo'lsa davomli bexatar chekinib, oxir Madinaga qaytib kelishdi. İkki tarafdan chiqim bo'lganlar to'g'risida. Muita jang maydonidagi urushda musulmonlardan 12 odam qazo qildi, ammo dushman tarafdan o'lganlarning soni aniq emas. Biroq jangning tafsilotiga cho'nqur nazar silib ko'rganimizda, ulardan o'lganlarning soni xil ko'p taqiladi. Muita jangining tarixiy orqa ko'rinishi to'g'risida. Musulmonlar bu qitimqi urushda garchi og'ir badal to'lagan bo'lsa-mu, ko'zgan intiqom ilish maqsadiga yetolmadi. Ammo bu urush musulmonlarga yuqori obro'y va yuksak siyosiy nufuz ato qildi va butun arablarni hayron qoldirdi. Chunki ayni davrda Rum davlati dunyodagi eng kuchli zo'migar davlat edi. Arablar Rumliklar bilan put tepishish, o'z putiga o'zi palta chapqanlik va o'zini o'zi o'limga tutib berganlik deb bilatdi.
Şoňa bu 3000 kişilik qoşunning Rumluklarning Adam dengizi kabi 200 ming kişilik qoşunyga jang e'lon qilib, bir qancha maydon qattiq tutishibmi, tilga olgudek chiqimdor bo'lmay aman esan qaytib kelganligi jahon ajobiyotlaridan bir mo'jiza hisoblanadi. Bu urush yana xalq olamga, musulmonlar bütün arablar va jahon xalqiga tunish bo'lgan sifatdan boshqa bir xislatga ega xalq ekan. Ularga Allohning dargohidan haqiqatan zo'r yordam va madad keladi ekan. Ve ularning rahbari Muhammad sallallohu alayhi ve sellem berhaq Allah'ның payg'ambari ekan deganni jakarladi. Şuna buningdan ilgari musulmonlarga qarshi isyon ko'taribla yuradigan ayrim jidalxo'r, o'ktam, qabila va aymoqlar bu urushdan keyin o'zligidan islomga moyil bo'ldi. Alayluq, Bani Sulaym, Ashja'a, G'atfon, Rabyan va Fazara qatorli qabilalar islomni qabul qilib Madinaga el bo'ldi. Shuningdek bu urush yana Rumliklar bilan bo'ladigan qonliq to'qinishning muqaddimasi bo'lib, musulmonlarning kelgusida Rum mamlakatlarida emas, balki Iroq ellarni bo'ysundirganligining bishorati edi. Zatus Salasil qo'shini Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sham tavallidagi chegara rayonlarida o'ltirishliq arab qabilalarining Mu'ita urushida Rum doiralariga hamdamda bo'lib musulmonlarga qarshi jangga qatnashganligini uqqandan keyin ularning qayta bundaq zo'r qo'shin bo'lib tashkillanib olmasligi uchun Rumliklar bilan ular o'ttirsiga so'g'uqchilik salolaydigan, aksicha musulmonlar bilan do'stlik rishtini o'rnatalaydigan aplik bir chora tadbir qo'llanishning zarurligini his qildi. Şoňa u Mu'ita urushi oyoqlashib uzoq o'tmay, ya'ni Hijriyaning 8-yili Jamadiyal Uxroda yuqorqi planini o'rinlash uchun Amru ibn As raziyallohu anhuni chegara arablari orasiga avatmoqchi bo'ldi. Chunki uning cho'ng onasi yuqorida tilga ilingan Balli degan joydan edi. Yana bir so'zda aytilishicha, ayg'oqchilar Quza'a qabilasidan bir turkum kishilar to'planib, Madina atrofiga hujum qilish ko'yda bo'lib yetibdi degan ma'lumotni yetkazgan edi. Şoňa Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem Amru ibn As raziyallohu anhuni shu yerga avatdi deyilgan. Balkim ikki ish bir kelib qolgan bo'lsa kerak. Mayli qanday bo'lishidan qat'i nazar, Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem Amru ibn As raziyallohu anhuga bir dona oq alam va uningga yondashtirib yana bir dona qora alamni tutqizib, muhojir va ansarlarning peshqadamlaridan 300 kishi bilan yo'lga soldi. Qo'shinda 30 atliq bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem Amru raziyallohu anhuni yo'l ustidagi Balli, O'zra va Balqin aholilarini hamdamga chaqirishga buyurdi. Amru raziyallohu anhu yo'l bo'yi kechasi yo'l yurib, kunduzi yoshirinib, mingib, dushmanga yaqinlab kelganda ularning sonining ko'pligini uqdi. Shuning bilan u Rafiya ibn Makis Juhani raziyallohu anhuni Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem'den yordam so'rashga yo'lga soldi. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem ahvolini vaqtlangandan keyin Abu Ubayda ibn Jarrah raziyallohu anhuni 200 kishiga bosh qilib Amru ibn As raziyallohu anhuga hamdamlashishga avatdi. Bu qo'shinga Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem muhojir va ansarlarning peshqadamlarini cümleden Abu Bekri ve Ömer ibn Hattab raziyallohu anhuma qatoriq sahabelarni qo'shgan edi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem Abu Ubayda raziyallohu anhuga tapilib, tez yo'l yurib amriga yetishib elib, ikkalan bir niyat bir maqsadda jang qilinglar, ixtiloflashmanglar dedi. Abu Ubayda raziyallohu anhu Amru ibn As raziyallohu anhuga yetishib olgandan keyin bir namozda imom bo'lmoqchi bo'lib edi. Amru ibn As raziyallohu anhu uningga: "Sen degan menga hamdamga kelgan qo'shinning qo'mondoni, shunga sen menga iqtido qilishing kerak" degan edi. Abu Ubayda raziyallohu anhu uningga ma'qul bo'ldi. Qo'shin Amru ibn As raziyallohu anhuning imomatchiligida namoz o'qidi. Hamdamchi qo'shin yetib kelib, qo'shin bir butun tashkillanib bo'lib edi. Amru raziyallohu anhu qo'shinni boshlab davomli olg'a ilgirlab, Quza'a qabilasining eng chet yiroq zaminigacha bostirib berib, yerlik aholilarni bo'ysundirdi. Shu jarayonda u bir to'p sayoq qo'shin bilan tutishib qilib, birla hujum bilan ularni tarmar qildi va Af ibn Malik Ashja'i raziyallohu anhuni Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellemga xabar yetkazish uchun Madinaga yo'lga soldi.
Əf raziyallahu anhu nəhayət tez yol yürüb, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmgə cəng qələbəsini və qoşunun aman esən qaytqanlığını yetkizib xatircəm qıldı. Zattus Salasil Vadil Qur'anın u çetiga joylashgan bir joy bo'lib, Madina bilan bo'lgan orlig'i 10 kunlik musofa edi. İbn İshaq rahimahullah mundaq deydi. Musulmonlar bu qitimqi yurishda Juzam qabilasiga tava Salasil deb atilgan bir suv bo'yiga tushib, bargoh tikkan bo'lg'ashqa, bu qo'shin Zatus Salasil qo'shini, yani Salasil igleri degan ma'noda deb atalgan. Shundaq qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Hudaybiya kelishimiga asosan musulmonlarning oldinqi qaytib kelganligi ve bu yıl ularning qaytadan Umra hajiga borgan vaqaliklarni o'qidik hamda Payg'ambarimizning atrofdagi aymoq ve podshohliklarga davomli islomni da'vat qilish jarayonidagi kurashlarni o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Abu Qatada qo'shini. Bu qo'shin Xuzra degan joyga avatildi. Hijriyaning 8-yili Sha'bonda, ya'ni G'atfon qabilasidan bir to'p kishilarning Xuzra, Najda tavalida, ya'ni Muharib qabilasining zimini edi. Shu yerga to'planganligini anglab, shunga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Qatada roziyallohu anhuni 15 kishiga bosh qilib, ularni tarqitib etishga avatdi. Abu Qatada roziyallohu anhu belgilangan joyga yetib berib, qarshilik ko'rsatganlarni o'ldirib, taslim bo'lganlarni qoldirib, nurg'un o'lja va g'animatlarga erishdi. U Madinadan ayrilib, 15-kuni sog'-salomat qaytib keldi. Makka fathisi. İbn Qayyum rahimahullah mundaq deydi. Makka fathisi Alloh taolo o'zining dinini ustunlikka ega qilgan, o'z payg'ambarini ulug'lagan, o'z qo'shinini azizlagan va muqaddas joy Makkani bo'libmi, insonlarga hidoyat belgisi qilingan Baytullohni mushriklarning qo'lidan qutqizgan, tarixiy ahamiyatga ega eng ulug', eng sharafli urushdir. Makka fathi qilinganda osmon ahli shodlandi. Makkaning izzat hurmati oshdi. Kishilar to'p-to'p bo'lib Alloh taolaning diniga kirdi. Yer zimin qayta yo'rib, xushalliq tantanisiga cho'mdi. Urushning sababi. Oldingi boblarda, ya'ni Hijriyaning 6-yildagi Hudaybiya shartnomasi tilga ilinganda, shartnomaning moddalaridan mundaq bir muhim moddani, ya'ni har qanday bir arab qabilasining Muhammad sallallohu alayhi va sallamning himoyasiga kirish yoki Qurayshlarning himoyasiga kirish erkinligi bo'ladi. İki tarafning qaysi birisining himoyasiga kirgan qabila shu tarafning ayrilmas bir qismi hisoblanadi. Bu qabilalarga qilingan har qanday yo'lsizlik shu tarafga qilingan tajovuzchilik hisoblanadi deb aniq belgilanganligini so'zlab o'tgan edik. Mushu moddaning ruhiga asosan Xuza'a qabilasimu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Bani Bakri qabilasi Qurayshlarning himoyasiga kirgan edi. Jahiliyat davrida Bani Bakri qabilasi bilan Xuza'a qabilasi o'rtasida uzoqqa so'zilgan qonli qisos urushlari yuz bergan va so'g'uq munosabat dog'lari o'rnashib qolgan edi. Islom dini maydonga kelib, bir necha yildan keyin Hudaybiya shartnomasi tuzildi. Natijada ikki taraf bir-biridan xotirjam bo'lib, tinch turmush kechirishga boshlagan edi. Lekin uzun o'tmay Bani Bakri qabilasi Xuza'a qabilasining bexudlashgan vaqtidan foydalanib, Kona intiqomini olmoqchi bo'ldi. Hijriyaning 8-yili Sha'bonda Nawfal ibn Muaviya degan kishi Bani Bakri qabilasidan bir to'p odamni boshlab berib, tun qorong'usida Xuza'a qabilasiga hujum qildi. Xuza'a qabilasi bu chaqda Vatir deb atilgan bir suv bo'yida turib. Bani Bakri taraf bularning ustiga bostirib kelib, nurg'un odamlarni o'ldirdi va yaralandirdi. Qurayshlar Bani Bakri qabilasini ostirdan qo'llab, ularni qurol-yarog' va moddiy kuch bilan ta'minladi
Hatto Qurayshlik ba'zi jidal xumar yalang to'shlar tun qorong'usidan foydalanib urushga qatnashdi. Ular Xuza'a qabilasining odamlarini haram zaminigacha qo'g'lab kirdi. Ular haram zaminiga kirib kelganda Bani Bakri qabilasining ba'zi odamlar: "Ey Navfal, biz haram zaminiga kirib qoldik. Allohdan qo'rqayli" degan edi. Navfal asabilarcha: "Bugun Xudo, iloh deganlarni qo'yib intiqom edinglar. Qasam qilib aytalaymanki, sizlar haramda o'g'rilik qilsanglar bo'ladi-ekan, bu yerda qisos olsanglar bo'lmamdi-ekan" dedi. Xuza'a xalqining qechib omon qolganlari Makkaga kirib, o'z jamoatdoshlaridan Budayl ibn Varqoi, Xuzoining va Rafi ismli yana bir kishining qo'rg'osiga kirib panohlanib oldi. Shuning bilan Amru ibn Salim Xuzoi darhol yo'lga chiqib Madinaga yetib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu chaqda Masjid-i Nabiviyda sahobalar bilan o'ltiratdi. Amru ibn Salim Udul masjidga kirib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida tuandagi misralarni o'qidi. Muhammadin Ütünməkçi, ey Xuda pərvardigar, neçə əvlad qadinas ötkən idu ғəmguzar. Çoğ ananlar huba qız, biz xalqның puştidur. Əzəldillah icil ötdük vədimizdə vafadar. Əl-mədəd, qət'i niyət, Allah ata qılğay sana, çaqırıq qıl ғazılarga kelsun bulub mədədkar, səblər ara Resulullah tulun aydək çiçip nur, yüksilib barğan quşunni aq yolğa başlar ruşdikar. Tənlisə gər əcnəbi nahaq sistemge baş əgməz, ürkeşligen derya kəbi mahar heyvet tacıdar, Qurayş xalqi xilab qıldı əhdu peymanni buzub, əhdu meysaq buzğuni çün buluş layıq ziyankar. Qurayş xalqi mağa qoydi kəda yolida közçi, Cikileb ketdi uzaqsını qılmasqa xəbərdar, Yavның sanıdur çəklik rəzil həm qəbih feildur, Və tirda bastırıb çapdi uxlab yatqanni qılmay ar. Ular bizni bastırdı namazxan bolğanğa həm rozidar. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm onun şikayətnaməsini anlab, "Çuqum yardımga ega bolusan, ey Amru ibn Salim" dedi. Şu əsnada Mədinə asmında bulut payda bolğa idi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm: "Bu bulutmu Bani Kaib, yani Xuza'a xalqi üçün yardım talab qılıvatıdı" dedi. Arqadınla Budayl ibn Varqoi Xuza'a qabiləsinin bir bölük adamlarını başlap Mədinəyə getib gəldi. Ular Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bilan görüşüb onunğa vətir faciəsini və nahaq öldürülənlərin sanını yetkizdi. Quraysh dayılarının Bani Bakri uruş xumarları bilan til biriktirib Xuza'a qabiləsini qırğın qılğanlığı üstüdə şikayət qılıb bulub Məkkəyə qayıtdı. Əbu Sufyanın kilişim namını yenilaş üçün Mədinəyə gəlgənligi. Bu qitim sadır qılınğan vəhşi qılmış, kilişim namıga xilaflıq qılınğanlıq və əhdu peymanğa uçuq aşkara xiyanət qılğanlıq bolğanlıqdan Quraysh və onun ittifaqdaşları bu işdə özlərini heç qandaq bir özrə yoki bahana göstərib aqlayalmadı. Şunun üçün Quraysh tərəf özlərinin təklifi bilan tüzülgən bu kilişim namını öz qolları bilan buzğanlığını his qilishib, öz xiyanətlərin yaman aqibetidən ənsirdi. Şuna ular dərhal kengaş tüzdi. Kengaşda ular özlərinin aqsaqılı Əbu Sufyan ibn Harbni vəkil qilib kilişim namını yeniləb tüzüb kilişkə əvətişini qarar qıldı. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Qurayşlərinin öz xiyanəti üçün çoxum inkas qaytırdığanlığını pərəz qılıb sahabelərə: "İhtimal Əbu Sufyan kilişim namını tıxımı puxtulab, muddatini uzartış üçün kilib qilishi mumkin" degan edi. Əbu Sufyan hiliqi qararga asosan yo'lga chiqib, Osmanga kelib edi. Madinadan Makkaga qarab kelayotgan Budayl ibn Varqoi Xuzoi bilan uchrashib qoldi. Əbu Sufyan uni Madinaga berib, Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishdi deb o'ylab, "Nədin kilishing ey Budayl?" deb so'radi. Budayl: "Dengiz sahili və şu tərəflərdəki cəbət daşlarını yoxlab gəldim" deb qoydu. Muhammadning: "Qışığa barmıdыңmı?" "Yo'q."
Bu deyil Mekke'ge ravon bo'lib edi Abu Sufyan. Agar u Madinaga borgan bo'lsa, uning to'ygisi chuqum xurmo urug'chisi yegan bo'ladi, dedi-da, bu deyil to'ygisini cho'ktirgan yerga berib, uning mayiqini qo'liga elib uvab baqdi va uningdagi xurmo urug'chisini ko'rib, bu deyil chuqum Muhammadning qishga berib kepti, dedi. Abu Sufyan Madinaga yetib kelib, Udul qizi Ummu Habiba roziyallohu anhaning uyiga tushdi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ltiradigan palazda o'ltirmoqchi bo'lib edi. Ummu Habiba roziyallohu anha yilqi palazni qatlab elibetdi. Abu Sufyan qiziga: "Ey qizim, bu palazni mendan oydingmi yoki meni uningdan oydingmi?" deb so'raydi u. U degan Rasululloh o'ltirib qo'padigan palaz. Sen bo'lsang mushrik deb javob berdi. Abu Sufyan: "Azbroy Xudo, sen mendan ayrilib ko'p buzlubsan", dedi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'a chiqib, o'zining kelishdagi muddaosini aytqaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga lam jim demay qo'shmasini turib oldi. Shuning bilan u Abu Bakr roziyallohu anhuninkiga berib, uningdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga saloh qilib berishni o'tingan edi. Abu Bakr roziyallohu anhu: "Men unda qilolmayman", deb gapni uzvatdi. Abu Sufyan Abu Bakr roziyallohu anhuning uyidan chiqib, Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning yoniga kirdi va uningga o'z maqsadini aytgan edi. Umar roziyallohu anhu uning gapiga xafa bo'lganda qilib: "Men senlar uchun Rasulullohning oldiga boramdiman. Alloh bilan qasamki, agar men senlar bilan jang qilishga qilchilik asos topadigan bo'lsam, senlarga hargiz kechiktirmay jang e'lon qilgan bo'lardim", dedi. Shuning bilan Abu Sufyan Umar roziyallohu anhudan dekkisini yeb paypaslab, Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhuninkiga bordi. Bu chaqda uning qishida ayoli Fatima roziyallohu anha bor edi. O'g'li Hasan yiqilib qo'pib o'ynab yuradi. Abu Sufyan Ali roziyallohu anhuga: "Ey Ali, sen bilan ikkimiz xeyli yaqin tuqqanlardan bo'lamiz. Men bu yerga bir ish bilan kelgan. Men bu yerdan qandoq kelgan bo'lsam, shundoq yenib ketsam bo'lmas. Shunga men bilan billa berib Muhammadga sallallohu alayhi vasallam gap qilishib bersang", dedi. Ali roziyallohu anhu uningga: "Ey Abu Sufyan, qarasini. Rasululloh bir ishni bekitsa, biz orqa tushib gap qilolmaymiz", dedi. Abu Sufyan Fatima roziyallohu anhaga qarab: "Ey Fatima, sen bu o'g'lingni buyuruyorlarsanmi? U bizga boshpanoh bo'lib, umr rivoyat arablarning qatlaridan bular edi", dedi. U: "Azbroy Xudo, mening bu o'g'lim tiqib boshpanoh bo'lgudek bo'lmadi. Bo'lgan taqdirdimi Rasululloh kesim qilgan ishga hech kim aralasholmaydi", dedi. Bu chaqda Abu Sufyanning ko'z oldini vahimalik bir qora tuman bosgan chig'i jiddiylashgan va umidsizlangan holda: "Ey Ali, mening ishlarim borgan sari chigishib ketyotidi. Shunga menga bir chiqish yo'li ko'rsatgin", dedi. Ali roziyallohu anhu uningga: "Alloh bilan qasamki, men seni rozi qilgudek bir chora topolmayman. Lekin senmu Bani Kanana xalqining kattasi. Undaq bo'lgan ekan, senmu o'z xalqingga boshpanoh bo'ladiganligini jakorlab qo'yib, yo'lingga ravon bo'lgin", dedi. Abu Sufyan: "Seningcha mushundaq qilsa maqsad hal bo'larmi?" degan edi u. "Men chuqum shundaq bo'ldi deyanmayman. Biroq men sana buningdan boshqa yo'l ko'rsatolmayman", dedi. Shuning bilan Abu Sufyan udul masjidga keldi va: "Ayyuhannas, menmu o'z xalqimga boshpanohman", dedi-da, masjiddan chiqibla Makkaga ravon bo'ldi. U shu mangan peti jiddiy yo'l yurib Makkaga yetib keldi. Quraysh xalqi uning oldiga chiqib: "Ey Abu Sufyan, safaring qandoq bo'ldi?" deb so'rashqa edi. U: "Men Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishdim, Azbroy Xudo. U menga bir eg'izmi gap qilmadi. Ondan Abu Bakr bilan uchrashdim. Uningdanmi yaxshilik kelmadi. Orqadan Umar Xattob bilan uchrashdim. U hammadan bak dushmanlik qildi. Oxirida Ali ibn Abu Talibning yoniga borgan edim. U xeyli yumshoq muomala qildi. Men shuning degandek ish qilib qaytib keldim. Alloh bilan qasamki, bu ishim kor qildimi yo'q bilmayman", dedi. Ular: "Ali seni nima buyurgan edi?" deb so'rashibdi. Abu Sufyan: "U meni elga boshpanoh bo'lishga buyurgan edi.
men shundoq qildim, dedi. Ular, uni Muhammad e'tirof qildimi? deyishdi. Abu Sufyan, yo'q, dedi. Ular, seni ahmoq qilg'iniga voy, u odam sana chaqchaq qilibdi xolos, deyishdi. Abu Sufyan, yo'q, unda qilmadi. Alloh bilan qasamki, uningdan boshqa yo'lni men topolmadim, deb gapini tugatdi. Urush tayyorligi va uni maxfiy tutish choralari. İmam Tabarani rahimahullah naql qilgan hadislardan ma'lum bo'lishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Oysha roziyallohu anhaga uningga Quraysh doiralarining Hudaybiya kelishimini buzganlik xabarini yetib kelishdan 3 kun ilgari safar tayyorligini puturib qo'yishga va uni maxfiy tutishga buyurgan. Shu kunlarda Abu Bakr roziyallohu anhu Oysha roziyallohu anhaning yoniga kirgan va "Ey qizim, bu nima ish?" deb so'ragan. Oysha roziyallohu anha "Men bilmayman" deb javob berganda, Abu Bakr roziyallohu anhu "Subhanalloh, bu rumliklar bilan urushadigan chaq bo'lmasa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qayerni iroda qildigandu?" deb qolgan. Oysha roziyallohu anha "Men bilmadim" degan. Mushi gap bo'lib 3-kuni atdiganda Amru ibn Salim Xuzoi 40 otliq kishini boshlab Madinaga yetib kelib, "Hiliqi Muhammaddin o'tinmakchi, ey Xudo Parvardigor, necha avlod qadinas o'tgan edi g'amguzar" degan shikoyatnomasini o'qigan. Shu chog'da kishilar ikki taraf o'tirisidagi kelishimning buzilganligini uqqan. Amru kelib 1-2 kundan keyin Budayl ibn Varqoi Xuzoi kelgan, orqadan Abu Sufyan kelgan. Natijada musulmonlar xabarning rostligini jazmlashtirgan. Hasıl kalam, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem musulmonlarni urush tayyorligi ko'rib qo'yishga buyurdi va ularga Makkaga yurish qildiganligini uchuq uqtirib, "Ey Alloh, biz Makkaga bostirib kirguncha munofiqlarning Qurayshlarga xavf yetkazib qo'yishdan saqlag'in" deb tiladi. Sirtqa qarata ishni texmo maxfiy va sir tutish. Shundaqla düşmanning diqqatini boshqa yoqqa burash uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Qatada ibn Rabi'i roziyallohu anhu boshchiligida 8 kishilik fidoyilar qo'shinini tashkillab, uni shu yili, ya'ni Hijriyaning 8-yili Ramazonning 5-ida Batni Izam degan joy, Madinadan 35 chaqim yiroqlikda bo'lib, Zilxashib bilan Zilmarva o'ttirsiga to'g'ri keladi. Shu yerga kuzatchilik vazifasini o'tashga avatdi. Buningdan maqsad Madina tarafning lashkari harakatiga tikilib turgan payloqchi ko'zlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni shu taraflarga yurish qilmoqchi o'xshaydi deb qolsin hamda shunda xabar tarqalsin uchun edi. Mazkur qo'shin buyruqqa binoan davomli yo'l yurib, bir chaqda belgilangan nishonga yetib berivdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Makkaga qo'shin tortib yurib ketganligi anglandi. Shuning bilan ular otning tizginini Makka tarafga burab, tez yo'l yurib cho'ng qo'shinning keyindan yetishib oldi. Shu arada sahobalardan Hatib ibn Abi Balta'a roziyallohu anhu Qurayshlarga maktub yezib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ularga qo'shin tortmoqchi bo'layotganligini xabar qilish orqali o'zining Makkadagi bola chaqalarini qo'g'damoqchi bo'ldi va bu maktubni shu tarafga mang'an bir ayolga tutqizib, navoda maktubni sog'-salomat topshirib beralsa, muvofiq suyuncha berganligini aytdi. Shuning bilan hiliqi xotun maktubni o'rim chechining orasiga yushirib Makka tarafga qarab yo'l oldi. Shu hamon Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tarafidan vahiy nozil bo'lib, Hatibning ishi xabar qilindi. Shunga u Ali ibn Abu Talib va Miqdad roziyallohu anhumalarni otliq yo'lga soldi va ularga "Sizlar ikkinglar Zavjati Xoh degan yer joyga berib, u yerda Makkaga ketayotgan bir ayolni kutinglar. Uningda Makkaliklarga yo'llangan bir parcha maktub bor. Uni ilib kelinglar" dedi. Ular otlarini chaptirib yiliqi joyga yetib borsa, rost degandek u yerda Makkaga ketayotgan bir xotinni uchratdi. Ular hiliqi xotinni uloqdan tushirib maktubni chiqar degan edi. U xotin "Menda maktub yo'q" deb tinib turib oldi. Ular u xotinning yuk taqlarini bir-birlab aqtirib bu maktubni topa olmadi. Shunga Ali roziyallohu anhu uningga "Alloh bilan qasamki, Rasululloh yolg'on so'zlamaydi. Bizmu ham sana yolg'ondan to'kmat qilganimiz yo'q.
sen mektubni chiqar, bo'lmasa kiyimlaringni soldurib aqtiramiz dedi. U xotun ishning chataqligini pamlab uningga, "Amsa u yoqqa qarab tur" dedi. Ali roziyallohu anhu boshqa yoqqa qarab turgaydi. U beshidan bir o'rim chashni chuvib, orasidan maktubni chiqarib, Ali roziyallohu anhuga sundi. Ali va Miqdad roziyallohu anhumalar darhol Madinaga qaytib, maktubni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga topshirdi. Maktubda mundaq deyilgan: Hatib ibn Abi Baltaadin Quraysh kattalariga salom. Ma'lum bo'lg'ayki, u maktubda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Makkaga qo'shin tatmoqchi bo'layotganligini xabar qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hatibni chaqirtib, "Bu nima ish, Hatib?" degaydi u. "Ey Rasululloh, oldirmizlar. Qasam qilamanki, mening Allohga va Allohning payg'ambariga bo'lgan imonim komil. Men bu ishni murtad bo'lib dindan yonganligim uchun va yoki dinni dunyoga sotganligim uchun qilganim yo'q. Men asli Qurayshlik bo'lmasdan u yerga ko'chman odamman. Mening u yerda bola-chaqalarim, urug' tuqqan ahli avlodlarim bor. Ular himoyasiz qoldi. Boshqa muhojirlarning ahli avlodlarini muhofazat qiladigan tuqqanlari himoyachilari bor. Shunga men bu xatni yo'llash orqali faqat ular orasida bola-chaqalarimni qo'g'daydigan bir ahdiga erishmoqchi bo'lgaydim, xolos. Boshqa maqsad yo'q" dedi. Bu chaqda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qilichini sug'urib, "Ey Rasululloh, ruxsat qilsizlar, men bu munofiqning qallasini olay. U Allohga va Allohning payg'ambariga osiylik qilibdi. U munofiq bo'pti" degili turgaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "O'zingni bisavol, ey Umar, u degan Badri urushiga qatnashgan, sen bilamsan. Alloh Badri qatnashganlarga iltifot qilib, xohlaganlarni qilinglar, men sizlarga mag'firat qilavatdim" degan dedi. Shuning bilan Umar roziyallohu anhu ko'z yosh qilib, "Alloh va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir" dedi. Mana shunday qilib Alloh taolo payloqchi ayg'oqchilarning yo'llarini attida Quraysh taraf musulmonlarning harakat plani va qo'shin tartqanligidan qilcha xabarsiz qoldi. Musulmonlar qo'shinining Makkaga qarab atlanganligi. Hijriyaning 8-yili Ramazonning 10-kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinada o'z o'rinda Abu Rahmil G'iforini qoldirib, 10 ming sahoba kiramlar bilan Makkaga qarab yurib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Juhfiga yetib kelishiga tog'isi Abbos ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhu bilan uchrashdi. U bola-chaqalarini ilib, o'zining musulmon bo'lganligini jakarlab, hijrat qilib Makkadan qaytib chiqqaydi. Ondan yana Abuvai degan yerga borganda yana bir tog'isi Harisning o'g'li Abu Sufyan ibn Haris va Hamisning o'g'li Abdullah ibn Abi Umayya roziyallohu anhuma bilan uchrashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ilgari bulardan ko'p aziyat degan va ahonat anglagan bo'lg'achqa bularga qarabmi qo'ymadi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldidan o'tsa, u yuzini boshqa yoqqa burib oladi. Bu chaqda Ummu Salima roziyallohu anha, "Ey Rasululloh, o'z tog'ang va hamma achangning bolalari sizning ularni ma'zur tutmasliging bilan shaqi, betalay badbaxtlardan bo'lib ketmasin yana" dedi. Uningcha Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu Abu Sufyan ibn Haris Alining bir navri inisiga ish o'gitib, "Sen Rasulullohning oldiga berib, Yusuf alayhisalomning qarindoshlari uningga degandek, ular Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilibdik" deyishdi. Qur'on Karim sura Yusuf 12-sura 91-oyat. Ashundaq degin. U chaqda sana Rasulullohdinmi yiqimliq so'z qilgan kishi bo'lmaydi dedi. Shuning bilan Abu Sufyan ibn Haris payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, Ali roziyallohu anhu o'rgatgandek devidi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yusuf alayhisalom bir tuqqan qarindoshlariga qaytirgan muni javobni naql qilib qaytirdi. "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Alloh sizlarni kechirsin. Alloh eng marhamatlik zotdir." Sura Yusuf 12-sura 92-oyat. Bunun bilan Abu Sufyan xo'shallanib tuvandagi beytlarni o'qidi. "Qasam umri hayotim men alam ko'tirgan chog'. Aman g'olib kelar deb lat manat qushulleri. Hayron men tingirqab yurar edim ozg'undak.
Әмді көңілім азада тапқанға хақ юсын dedi. Doğru yolni ko'rsatdi, men adovat qilgan zot, qilgan edim qo'g'landi cho'g'an so'rulleri. Beyt mush yerga kelganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning maydasiga qattiq birni urib, "Ashu meni qo'g'lan qilganlarning birisi sen eding", dedi. Mazkur Abu Sufyan ibn Hariz keyincha musulmondarchilikni nihoyat yaxshi ado qilgan. Aytishlar qaraganda, u musulmon bo'lgandan tortib, toki vafot topganga qadar xijolatdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qaraya olmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni yaxshi ko'ratdi va uningga jannat bilan bishorat bergan edi. U Abu Sufyonga: "Men sening Hamzaning izbosari bo'lishingni umid qilaman", degan. Abu Sufyan o'lish vaqtida vasiyat qilib: "Men o'lsam yig'lamanglar. Allah bilan qasamki, men musulmon bo'lgandan beri yomon gap qilmadim", degan. Musulmonlar qo'shini Marri Zahronda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlar qo'shinini boshlab, yo'l bo'yi ro'zlar holatda yurib, oxir Kuday degan yerga yetib borganda iftor qildi. Musulmonlarmi iftor qildi. Ondan yana aylanib shu kuni kechga Marri Zahronga yetib keldi. Ondan qo'shinga buyruq tushirib, har bir odamning ayrim o't yiqishini o'rinlashtirdi. Shuning bilan Marri Zahron vodisining 10 ming yerga o't yiqildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bugungi muhofizatchilikka Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni mas'ul qilgan edi. Abu Sufyan ibn Haribning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelganligi. Qo'shin Marri Zahronga tushgandan keyin Abbos roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oq xichiriga minib, o'tunchi yoki biror odam tepib Qurayshlarga xabar yetkazib, musulmonlar Makkaga bostirib kirguncha ular Rasulullohning oldiga chiqib amonlik tilib olsa ekan deb bir hazo yo'l yurdi. Alloh taolo Qurayshlardan har qanday xabarni uzib etgan bo'lib, ular qo'rqinish ichida atrofni timiz qilib yuratdi. Bulubmu Abu Sufyan ibn Harib o'zining Qurayshlarning oqsoqili bo'lib sufti bilan pat-pat Makkaning sirtiga chiqib, kechini qorong'u, kunduzni issiq demay xabar egallab ko'ngli dakku-dukkida o'tayotdi. U bugun oqshommu Hakim ibn Hizam, Budayl ibn Varqoilar bilan mungdashqash xabar egalligili chiqqan edi. Abbos roziyallohu anhu mundaq deydi: "Men hiliqi xichir, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xichiri bilan ketib ushtumtut Abu Sufyan ibn Harib bilan Budayl ibn Varqoilarning jiddiy talash tartish qilayotganligini anglab qoldim. Abu Sufyan: "Bugunkidek ko'p o'tni va bundoq ko'p qushni ko'rmagan ekanman", dedi. Budayl uningga javoban: "Bu chuqum Xuzoa qabilisi, ularni urush ana shundoq chechivatgan", dedi. Xuzoa degan buncha ko'p xalq emas. Bu otlar ularning yaqqan otlarimi emas. Bu ularning qo'shinimi emas, dedi Abu Sufyan. Shuning bilan men uning ovozini tunibla o'nlik qilib: "Abu Hanzala musan", dedim. Abu Hanzala Abu Sufyanning kunyat ismi edi. Abu Sufyanmu mening ovozim tunib: "Abul Fazli musan", deb to'lidi. Men: "Ha, men shu", desam, u: "Sana ota-onam pidodur. Sen bu yerlarda nima qilib yuriysan", dedi. Men: "Bilemsan, Rasululloh nihoyat zo'r qo'shin bilan kepti. Qurayshlarning atiginiga voy, azbiroy xudo", dedim. U: "Endi nima ish qilsam bular? Sana ota-onam pidodur", degan edi. Men uningga: "Alloh bilan qasamki, u seni tutib olsa chuqum bishon oladi. Shunga sen bu xichirimning keyniga mingin, men seni Rasulullohning oldiga opirib amonlik tillab beray", dedim. Shuning bilan Abu Sufyan keynimga mindi. Qolgan ikki hamrohi qaytib ketishdi. Abbos raziyallohu anhu mundaq deydi: "Shunda qilib, men uni ilib keldim. Har qachonki uning bilan billa musulmonlar to'pidan bir to'pining hindan o'ssam, ular bu kim deyishatdi. Ondan Rasulullohning xichirini mening miniklik ishkanligimni ko'rsa, Rasulullohning tog'isi ekan, Rasulullohning xichiriga minibdi", deydi. Bir chaqda men Umar ibn Xattob raziyallohu anhu bar to'pning hinidan o'tib edim. U o'rnidan turib: "Bu kim?" deb qoldi. U bizning Rasulullohning xichiriga minib olganligimizni ko'rib: "Xudoning dushmani Abu Sufyan ekan-ku. Allohga shukrki,
u seni o'ttirda ahdu kelishim bo'lmagan holatda qo'lga tushirib beribdi, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bor joyga qarab yugurdi. Мәму Хичрni teziltib, uningdan eshib berib, Хичрdan o'zim etib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kirdim. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mu kaynimdan izbisib kirdi. "Ey Rasululloh, Abu Sufyan ibn Harb Xudoning dushmani kirib keldi. Menga ijozat qilsang, uning qalsini olsam", deb turib oldi. Men, "Ey Rasululloh, men uningga panohlik berib bo'ldim", dedim. Anda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonida birdam o'tirdim. Bu chaqda men Abu Sufyanning beshini chin quchoqlab tutib olgan edim va Alloh bilan qasamki, bugun kecha uningga mendan boshqa hech kishi qaytishga bo'lmaydi, dedim. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Rasulullohning qishiga Abu Sufyan to'g'riliq g'alaba g'udur qilg'ili turib edi. Men uningga, "O'zingni bir savol, ey Umar, agar u Bani Adi jamoati Umar roziyallohu anhuning jamoatini demoqchi din bo'lgan bo'lsa, undaq deb ketmagan bo'larding", degan edim. U, "Ey Abbos, semu bo'ldi qilg'in. Men sening musulmon bo'lganligingga, otam Xattobning musulmon bo'lganligidinmi bekra xo'shalman. Bu faqat Rasulullohning sening musulmon bo'lishingni Xattobning musulmon bo'lishidan bekroq yaxshi ko'rganligi uchundir albatta", dedi. Bu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga, "Ey Abbos, uni qunalg'unga ilib ketib, ata saharda ilib kelgin", dedi. Atisi attigini tong saharda uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga ilib keldim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni ko'rib, "Hey seni Abu Sufyan, sana Allohning birligini bilish vaqti yetmidimi?" dedi Abu Sufyan. "Sana ota-onam pidodir. Sen nima degan kan qursoq, nima degan isil, ham sili rahimliksan? Bir Allohdan boshqa iloh bo'lsidi, menga mushu holatda qarg'a kelar edi", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana, "Hey Abu Sufyan, sana mening Allohning payg'ambari ekanligimni tunish vaqti yetmidimi?" dedi Abu Sufyan. "Sana ota-onam pidodir, ey Rasululloh. Sen nim degan kan qursoq, nim degan apuchan va nim degan sizlar rahimliksan. Ammo uchiqin aytsam, ta hozirga qadar dargumondiman", dedi. Bu chaqda Abbos raziyallohu anhu Abu Sufyonga, "Hey, seni Abu Sufyan, tula valaqshimay bo'yningga qilich tushib bo'lguncha shahodat aytib musulmon bo'lsangchu", degan edi. U, "Bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bir haq payg'ambari" deb shahodat aytib musulmon bo'ldi. Ondan Abbos raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, "Ey Rasululloh, Abu Sufyan huquqparast odam. Shunga uningga azroq imtiyoz bergan bo'lsang", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning taklifiga qo'shildi va kimki Abu Sufyanning qo'rosiga kirib olsa omon bo'ladi, kimki o'z qo'rosidan chiqmasa omon bo'ladi va kimki Masjidil Haramga kirib olsa omon bo'ladi, dedi. Shunday qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelasi qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.